Assalamu alaikum to'rdoshlar. Bugun bu naq maydonni tunögünkü plan bo'yicha o'rinlashtirdik. Agarda ovozda qanday o'zgarishlar bo'lsa, anglab ko'ringlar. Ovoz yaxshi bo'lsa, davomlashtiramiz. Bugun jiq qarindoshlarimizning taklifiga asosan, talabiga asosan Qurbonvali ustozni Turkiston, Uyg'uriston qatorliq 3 nom, eliq eksportni tilga olgan kamida shu nom haqida bir yanımı ishkirlagan holda bir savollarimizga javob bergan bo'lsa deb turib taklif qilgan. Shuningga bu savollarni boshlashdan ilgari Qurbonvali ustozni keng ko'rilmanlarga bir salomini yo'llab o'tishiga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun biz yana mushu ekranda ko'rish qoldik. Men buningdan intayin xursandman. Unda bo'lsa birinchi savol qatimliqi bir Turkiston degan nom haqida bir tushuntirishlarni berdingiz. Ciddi bir tushuntirish berildi. Onunda hamda jiq qarindoshlarimiz aş programmadan keyin mundaq bir savolni qo'yibdi. Turkiston, Uyg'uriston, yana yiliqi eksport degan nomlar haqida tadqiqot elib berishingizga nima turtki bo'lgandi debdi. Birinchi savol. Hamda yiliqi hamma savolni tang davdaymi, ona shuni qarab o'zingiz anadan qaysi Hammani devetin. Buludu. Amin Ama evet. yine kaydını vatandaş yerindaşların para verdiler. Yine kaydılandı. Hızla kaydılmış bu. Anadolu'da bir ikinci sual. Bu tədqiqatni vatan içinde elib berib dikensiz şundaq mı debdi. Anadolu'da üçüncü sual. Bu üç nam toğrusidagi tədqiqatınızda qanchalik vaqt sarf qildingiz debdi. Anadolu'daki en ahirki sual. Türkistan degan isim aslida da borken, buni sizningki asringizda ko'rdik, ya'ni ilmiy maqolangizni ko'rdik. 69-yili Turkmanning ostonida tepilgan didak qiz Upashning 639-yildagi bir to'xtami, odam setish to'xtami debdi bu odamda. Shu betimcha o'qidim. Şuningda şu hujjatda aniq yozilganligini bildik. Buningdan Turkiston degan ismga shubbiy ketmaydiganligini bildik. Rahmat ustoz debdi. Anandan yana bir savolda Mahmud Qashqarining Turk tillar divani, Yusuf Sajibning Qutat Hobilik degan kitoblarida Turkiston degan nom tilga elinib boqqanmi debdi. Endi bu shuning o'zingiz qaysisini beshida javob berishingizni o'zingiz belgilang. Men jiq gap qilmayman. Marhamat. Rahmat, bu savollarni oldim. Bu savollar hammasi intayin yaxshi savol ekan. Men endi bu savollarga tuanda bir azroq oldindan biladigan izohatim orqali bu savollarga bir javob beraman. Undan keyin bu üç nom haqidagi tafsiliy bayonlarni qisqartib to'lishtiraman. Rahmat. Endi 80-yillarda shu vatanda yashab boqqan, ya'ni yashi 30ni oshgan vatandoshlarning esida bor. Shu yillar esida bo'lishi mumkin. Ana shu 80-yillar Xitoy hukumati bu degan fan ilmini taraqqiy qildiradigan yillar, fan ilm bahori. Buningdan keyin biz hargiz siyosiy harakat etolmaymiz deb va'da berayotgan shunday yillar. Shu yillarda tadqiqot, ilmiy tadqiqot intayin bek yaxshi rivojlangan shunday bir yillar bo'lgan edi. Ama şundak özü şundak davasını yana patlatla bir tarih tədqiqatı deyilgan yığınlarını, ilmi tədqiqat deyilgan yığınlarını çaqırıb,
o yığında şu Xitoy tədqiqatçıları şu biz Türkiye xalqlar Uygurlarmı Türkiye xalqlar deydigan göz qarashlarga Uygurlar ichidagi bunday göz qarashlarga hujum qiladi. Uyg'uriston degan nomlarga hujum qiladi. Demak, ularning maqsadi boshdan oxirla Uyg'urlarning o'zining kimligini yo'qotish. Uyg'urlarning kallasidan o'zining tarixiga bo'lgan tushunchalarni yuyib tashlash. Shunda bo'lgan uchun bu nishondan ular hargiz ozlashmagan. Neticede bir qatim aşna yığınlarını içip münazir qo'zg'ab turadi. Ana shunday yig'inlarda shu Uyg'urlar o'zini Turkiy xalq deganga bek qarshi turadigan. Uning bilan hech qanday munosabati yo'q degan gaplarni bu Xitoy tadqiqotchilari o'tirib chiqib aytadi. Mahmud Qashqari Yusuf Sajidlarning bütün ilmiy nazariyasini Kunuz nazariyasi bilan munosabatlik. Ular Kunuz'ni o'rgangan degan narsani uchiqroq o'tirib qo'ygan. Endi mushunday gaplar bo'lgandan keyin bu har qancha tinch, shunday yaxshi va'da berayotgan shunday yillar bo'lsa, bu Uyg'urlar, Qozoqlar va boshqa Türkiye xalqlar o'tirsida ko'p talash tortish paydo bo'lgan. O'g'illar ko'p paydo bo'lgan yillar. Buning mazmuni yana Turkiston masalasi. Bizning Turkiston degan davlatimiz bor-ku. Texnik mush asrlarda biz qurgan bu davlatni. Deydiganlar bu jamiyatda hali uchuq gap qiladi. Bu vaqtda anchalik qo'rqib ketadigan ish yo'q. Biz unda siyosiy harakat etmaymiz, zarbalaymiz, da'vatlarni kelib hali qo'rqmay gap qiladigan shunday yillar bo'lgan. Ana bu ajoyib bir gapda Yusuf Sajid bilan Mahmud Qashqarining nazariyasi Kunuz nazariyasidan kelgan degan gaplarni yomon set holat bo'lg'achqa bu xalqsiga munozir qo'zg'ab turadi. Ana shundan keyin jamiyatda shu qandoq munozira talashlar qo'zg'aladi desa Turkiston, Uyg'uriston va halqa yeni chegara degan ma'ni bildirgan Xitoycha Xinjiang degan albatta nejis ism. Bu ismni men tilg'alishni xohlamayman. Endi tuvanda mushu ismni tilg'alish to'g'ri kelganda halqa nejis ism deb atab o'tib ketaman. Rahmat. Endi har qatim ashuna bir cho'ng ilmiy yig'inlar ichilib Xitoy hukumati ashuna yig'inlarni ichib Uyg'urlarning ideyasidagi o'zining tarixiga bo'lgan tushunchalarni chiqarish uchun elib borgan ashuna harakatlardan keyin jamiyatda paydo bo'lgan shu munozira talash tortishlar qanot yaytdi. Mushu jarayonda shu mushunlarning talash tortish bir bosqichga yetganda albatta Xinjiangchilar albatta nejis ismini qo'llanadiganlar shular o'tirib chiqib ishni oldinda ishga ko'z qarashchilarga qattiq hujum qiladigan shuning bilan jamiyatda azob qolayliqlik paydo bo'ladi. Shunday vaqtda hukumat albatta nejis ismni qo'llaydiganlarni qo'llaydi. Shu tarafda turadi. Shuning bilan mush asrida biz Turkiston degan davlatni qurgan bo'lsa deydi ba'zilar. Ba'zilar Uyg'uristonni qurgan bo'lsa deydi. Endi buningga mushundoq degichilar gaplarning hech qaysisi qoyil bo'lmaydi. Bu talashlar borgansida avjiga chiqadi. Ana mushundoq bo'layotgan mezgilda
men şu Kadim Asırlar işxanasına yetkilip vardım. Şöyle Xitaydan başka 10 milletinin Uyghur, Kazak, Kırgız, Tacik, Üzbek bularning kadim kitaplarını çıkardıgan bu işxanada işleşti başladım. Bu işxana del şu Xitayning aşı siyasetleriga to'g'ri keldi. Bunun atlab o'tib ketishi bo'lmaydi. Ya uni qarshi turish kerak. Ya bo'lsa uni bo'ysunib xalqimizning tarixini Xitoyga bo'ysundirib berish kerak. Setish kerak Xitoyga. Bundan boshqa yo'l qolmagandan keyin şu vaqtda jamiyatdagi mo'tavarlar, masalan İbrahim Mutiye, İmin Tursun, Ötkür Efendim, Turgun Almaz, muşu meşhur kişiler hemisi bizning muşu işxanının etrafıda. Bu işxanını ait qo'llaydigan adamlar shular. Ular bizga plan ko'rsatdi. Abdunur rayonining ba'zi rahbarlari ularni Xitoy uchun naati Xitoyning siyosatini sog'liq bilan ijro qilgani bilan o'zining millatining jonizon manfaatiga kelganda ularni bir xil ong bor edi. Ularni qo'ymay qil. Kitap qandoq bo'lsin deb bu markazning bir siyosati bor, mana Qizilbash hujjat. Qandoq bo'lsin deb chiqarish, uning izoh berib menish deb degan bir siyosati bor markazning. Mushu siyosat bo'yicha qilamiz. Xitoyning qayshu, tangshu deydigan shu xannoni, tangnoni, suynoni, suvnoni degan kitoblarni ochlar chiqib ekan, mushunda chiqiramiz. Qo'rqmay qilaver deb ular menga ilhom berdi. Shuning bilan men o'yladim, bu ishning oqibatida biror xatarlik borligini men his qildim. Ammo shuncha odam meni qo'llab turgan yerda men fursat keldi endi qilish kerak bu ishni. Boshqa kelganni ko'rmaymanmi deb o'tirib chiqqan. Shuning bilan biz o kitoblarni chiqarishga boshladik. Endi biz men shu ishxonaga kirib 84-yili kirib 89-yili, ya'ni 90-yili 4-oyda bari voqeasi bo'lgan mezgilgachilik 50 necha kitob chiqarib bo'ldik, 10 millatning kitobi. Buning ichida nimalarning qirg'izlarning Manas dastani tarixdan buyon uni ratlash, nashr qilishga hukumat qo'shilmay kelgan. Shu chiqdi. Mo'ng'ullarning Jang'ir dastani chiqdi. Uyg'urlarning Maytirisini chiqardik. Shunga o'xshash tarix Rashidi, tarix Hamidi degan kitoblar hammasi bizning planimizda ham nashrga tayyorlanayotgan, nashrga berilgan, ba'zilari chiqqan, ba'zilari chiqish olib turgan kitoblar. Shuning ichida Buğraqullar tasvirisi bor. O'sha 90-yilgacha bo'lgan vaqt ichida bizning 50 ta kitob chiqdi. Endi men shu ishxonaning mas'uli, uning pul tasdiqlab turgan odami men. Bizda 23 odam bor. Xitoydan boshqa 10 asonliq millat. Shu vaqtda asonliq millat deb ataldi. Mushu odamlar shundoq tirishgan, o'zining millatining manfaati uchun shundoq jon ko'ydirib ishlaydigan yosh avlodlar. Ammo shular bilan mush ishni qildik. Ham 90-yili 4-oyda bari voqeasi bo'lgandan keyin Xitoy xizmat guruhi avatib tekshirdi. Tekshirib, endi rasmiy yolg'onni o'qimayman, 500 odam tutdimiz. Tutgan odamlarning hammasidan nima kitob o'qigan deb so'rabdi. Ashunga berilgan javoblarning hammasida Buğraqullar tazkirasini o'qigan. Ya'ni Qurbonali chiqqan kitoblarni o'qigan.
degan javoblar bor ekan. Shuning bilan shu xulosa dokladda nima deb desa, borin inqilobiy to'polonning paydo bo'lishiga Buğraxanlar tezkirisi, o'sha qadimgi asrlar ishxonasidan nashr qilingan Buğraxanlar tezkirisi sababchi bo'lgan. Nazariya asosida ta'minlangan. Bu kitobning mas'ul muharriri Qurbonali, mening ismim atalgan. Demak, o'sha Xitoy hukumati qurgandan tortib keyingi vaqtlargacha ismi bir qatim ashunda cho'ng yig'inlarda atilib qolgan shu partkomning bosh sekretari ismini atagan ashunda odamlardan xatarlik uchirmagan odam asosan yo'q. Ularning tortgan jafolari ba'zilari hammasini tortgan jafolarini endi kishilar eslayolmaydi. Endi bu menga qattiq ta'sir qildi. Endi boshqa kelganda ko'rayda qilg'ish bo'lgandan keyin men turaverdi. Shu mezgillarda Oqnim rayonidagi asl cho'ng boshliqlar o'rtasida qattiq erishish bo'lgan ekan. Masalan, qadimgi asrlar ishxonasining planini tuzganda imzo qo'ygan, mush bu ish qilsin deb imzo qo'yganlar. Masalan, Boday, Tumir Dona, Ibn Hamid qatorliqlar. Bular bilan yana bu Uamani qo'llaydigan boshqa muavin rais, muavin sekretar deganlar shularning o'rtasida qattiq elishish bo'lgan ekan. Shu mezgilda lekin shu Tumirdani meni Qurbonali ketdi debdi. Bir yer ketkizildi debdi. Shuning bilan lekin 5 muavin rais ham muavin sekretar mayli ular shu qancha sodiq bo'lsin shular imzo qo'ygan. Meni chetga berib bir ilmiy tadqiqot ettirib qaytgasi deb imzo qo'yib, shuning bilan men shu yillarda Amerikaga kelib qoldim. Endi mening Amerikaga kelishimga sababmi shu vaqtda chiqqan shu kitoblar sababidan bo'ldi. Shuningdan keyin bu ishxona hozirchilik bor, ammo biror kitob chiqqani yo'q. Kitoblarni o'qiydi, saqlaydi. Shu vaqtda biz to'plagan kitoblar, necha ming kitob bor. Shu kitoblar shu ishxona saqlanlar. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Uning ichida telefonmi qilib bo'lmaydi, ular bilan ko'rishaman. Ulardan telefon qilib men bilan ko'rishgan, hol so'rashgan odam yo'q. Shunday orimiz butunlay uzilib qoldi. Men endi bu yerda turib, men tadqiqotimni boshladim. Endi abiyarimda savol, yaxshi savol so'ralgan savol ekan, shunisi birisi o'sha nima sababchi bo'lgan deganga abiyarim dedilar. Shu vaqtda shunday bo'lgandi. Shundoq talashlar jamiyatga chiqqan vaqtda men shu Turkiston, Uyg'uriston, Amerika rezidentman ashuni paydo bo'lishi ham uning orif asosi qaysi orifda bor o'shalarni bir suzib chiqib bir narsa yozar deb shuni planlagan. Shu vaqtdan tortib 80-ci yillardan tortib bu materiallar to'planishga boshlagan. Eng oxirida men Amerikaga kelib 2017-yili Amerikaga buni yezib chiqdim. Bu yezib chiqqan, shu 3 yil haqida yezib chiqqan shu maqolam aroq 30 necha jalad. Ammo buningdagi shu uchurlarni biz inchilab yozsak 5-600 betlik bir cho'ng kitob bo'ladi. Men undaq cho'ng kitob yozishni kishilar nurg'un vaqtni sarf qilib bir kitobni o'qiydiganga jiq vaqt sarf qilishini xohlamaydigan. Hamma narsani ixcham qilib shu bo'lgan ishni o'zini deb
xalqning kallasiga ashuni deptirishni xohlaydigan mushunda bir yezish uslubini qo'llangan. Shunga mening maqolam shunda qisqa, har 30 necha bet. Buni endi xohlaydiganlar bir o'qib ko'rsanlar bo'ladi. Ama bununki kirgizilgan yazma asaslar hemsi işleştik. Bunun kirgizişinin haceti yok. Bunun münazır kılışının haceti yok. Eğer kalmışsınız okumam, bu şu işlem doğruluk özünüzün başka fikiriniz olsa özünüz yazın. Ben okuyayım. Ama ben fikirler okumayım. Yani bu aldı bilen hem de dert koyduğum yer bu. Demek bu şu İslam hakkındaki tədqiqatını tamamlaşqa 20 neçə yıl vaxt getdi. Yazılıb çıxqanı aram 30 neçə bətlik bir kiçik broşür. Bunu endi menimce bolğanda şu vatandaşlar oturup koygan sorulara asasen cevap vereleydi. Bununki materyallar şeysizlik. Mənbəyə ait eniq. Endi bunu vətən içində elib bağımlı oldu mı, vətən içində planlanma. Şu vaxtda bunda təfsili nərsini deyişki olmaydı. Hər qanca erken şunda bir zaman boğan olsun mu, bunçilik erken sözgülü olmaydı. Yani onun ilgili nurgun hareketler öteken, yerlik memleket karıştırış, andak dayılan sapla, Uygurlar karıştırılan hareketler neticildir bu duraktı. Yani bu hem de bizde üzümüzde bilgeçken her halda dikkat kılan, vakti cüret kılanlar. Ançilik cüret var adamın şu vakti asasen yok. Endi şu benim aldı bilen durduğum izahatım müşinçilik endi bu makala şu 2017 yılı bitti 30 neçede ama şuna endi o fikri paylaşıcı olsa paylaşsanlar halımsanlar okumsanlar üzerine yazsanlar siz yazganını ben çok okuyayım. Endi men Tövende muşu makaldaki 3 namni birbirler kısaltırıp vatandaşlara tanıştırıp bereyim. Bu Türkistan degan namni buningdan necha kun burun bir tanıştırdık. Bu endi maxsus Türkistan degan namni tanıştırgan emas. Sharq Türkistan degan nam burun bağımlıkta degan savolga javob berib, bu Sharq Türkistan desa, bunun G'arb Türkistanimi bor degan narsa xayolga keladi. Amaliyotda G'arb Türkistanimi bor edi. Uni Sovet Ittifoqi 5 respublikaga aylantiryapti. Shunda bu Sharq qilib qoldi. Endi asli bir Turkiston'di. Bu Turkiston bu shu vaqtda emas, milodi 639-yilda Türkiston degan bir davlat nomi bo'lgan. Deganning faktini shunga qo'shib o'tirib qo'yib o'tib ketdik. Ammo bu maxsus shu Turkiston degan bir atalg'ini to'lishtirish bo'lgani uchun ba'zi azroq qilib qolgan narsalar bor endi. Shuni mayli bir qo'shimcha qilsa, unda tafsiliy demasam bo'ladi, bir nomni bir qo'shimcha qilib o'tib ketaylik. Yani bu Türkistan degan nom, bu bir davlat nomi, bir imperiya nomi, buna cho'ng imperiya. Bunun doirasi shu Santung orollari, shu Baltik dengiziga yaqin, shu Samnunga yaqin. Shu joylarni tortib, bu Pamirning g'arbgachilik bo'lgan, mushkil zaminni o'z ichiga olgan bir imperiya. Bunun oldidagi Hun imperiyasi, bundan keyin Türk
qağanlığı. Bu imperiyadan keyin Uyg'ur qağanlığı bo'lgan. Shu 3 imperiya davrini boshdan ko'chirgandan keyin 840-yildan boshlab shu joyda bir tabiiy ofat bo'lib, jurt bo'lib, kishilar yerdan ko'chgan. Nereden kelgan bo'lsa, kelgan. O'zining yurtiga qaytib kelgan. Shundan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qaraxoniylar shu vaqt qurildi. Bu Qashqar bilan Bolasaxonni markaz qilgan bir xalq. Kuchada Kushan Uyg'ur xalqi bor. Turpanda Ediq Uyg'ur xalqi bor. Xo'janda Udun xalqi bor. Mana shunday cho'ng xalqlar, shunday bir yerli xalqlar davom qilgan shu mazgilda. Hani bu endi shu Uyg'ur xalqligi degan shu imperiyadan keyin bo'lgan o'zgarishlar. Shularning hammasi Uyg'ur tarixining bir qismi. Bu Uyg'ur tarixining mazmuni bo'lgan bu mazmunlar Qozoq, Qirg'iz, Turkman qatorliq Turkiya tilida, O'zbek qatorliq Turkiya tilida so'zlaydigan millatlarning hammasiga o'rtaq. Shunga Batarix minimum degisi bo'lmaydi. Hammasi o'rtaq. Shu vaqtda hammasi o'rtaq edi. Shunga shu yerda endi o'rtaq degan nomni qo'llandim. Bu ma'nosini farqi bor. Shunga bu yerda mushu nomni qo'llanish o'zaro bir-birini chekka qiladigan ishlarning hali qilg'ili bo'ladi. Endi bu Turkiston degan nom yozilgan bu so'nggi hujjatda bu hujjat 1969-yili Turfanning Ostona yezisidan tepilgan bir hujjat, so'nggi hujjat. Didek elib setish to'xtami. Buni Yaponiya olimlari o'qib chiqdi bu hujjatni. Bu hujjatning 5-qurida Turkiston degan davlat nomi bor. Men shu maqolada Turkiston degan ayrim buni ko'rsatdim. Ana bu so'nggi yozilgan hujjat. Shu vaqtda Turpanda bo'lgan voqea. Ana bu yerda biz bu hujjat qachon yozilgan desa, shu Tangri ulug' yaratgan ilklarni qolgan oliylarining 16-yili deb e'lon qilingan. Demak, so'ldoqlar o'sha Turkistonning qolgani, ilklarni qolgani hurmatlab yozgan. Bu hujjat shunday boshlanadi. Endi bu hujjatning mazmuni shu bir didek elib setish. Didek degan so'z shu vaqtda borken Uyg'ur tilida bor. U kim o? U Samarqandda tug'ilgan Turkistonlik Upach. Upach ismli bir qiz. U Samarqandda tug'ilgan. Uning davlat taraqiga Turkistonlik deb yana qiziqgan. Demak, shu Samarqandmi shu zamonda Turkiston degan davlatning bir qismi. Bunaati elif haqiqatan bu. Endi shu vaqtda shu so'g'doqlar, shu hozirgi O'zbekiston doirasida ma'lum bir joyda ularning shundoq so'g'diyana degan davlati bo'lgan. Endi shu so'g'doqlar shu vaqtda bu fan madaniyatda bulutmu shu go'zal san'at jihatda naqsh usulda intayin danışqan, en burun naqsh usul milleti deb atalgan bir xalq. Bularning rasmlari bor. Tarix rasmlari ichida. Aşı tügüge minelip o'tirib, berdab chaladigan, pipa chaladigan.
Tüyüge minip oturup korku çalıdığan, bundan bir xil tanlık bir çekip çalıdığan bir xil sazı, kongularıyla. Şu sazı çelip, ay tüyüge şunu çelip mağdığan millet bu. Yani bularını her qaysı devletler teklif qilgan ekan, berib şəhərdə oyun qoyub, şəhərin aitə xalqның көңілін içib, cəmiyyətini qızıtıb, avatlaşdırıb, aşınlar bitib, en axırda özünün dövlət qurumlarından ajrab ketib, şundaq vayron bo'lib, o'shalar bir millat bo'lgan. Mana bu mushu hujjatda deyilgan Samarqand tug'ilgan Turkistonlik Opash degan qiz dan o'zining millatidan oyrilib qilib, o'shani yetim qilib, didak bo'lib qolgan kishilarga. Andagi kishilar uni yana boshqalarga sotgan. O'shanda didak setish to'xtamadi. Mushundoq kuyga qolgan shular bir millat bor tarixda. Buning nomi 3 ketdi. U nima edi? Naqshi usul millati edi. Endi bu nerede satılgan? Çinançıkan degan bozorda satılgan. Turpanda şu vaqtda Çinançıkan degan bir bozor var ekan. Bu nima degan? Çinçkent. Xitoycha bozor degan gap. Bu Xitoy bozori degan gap emas. Bu yerda Xitoy bor degan gap chiqmaydi. Çinçkent. Xuddi shu Çin devletideki bazı bir bozorlar o'xshaydigan bozor. Yani texim aniq aytganda Çin'den keltirilgan ipak ve başka mahsulotlarni sotadigan Turpandagi erkin bozor. Çinçkent. Mush kentda sotilgan bu so'g'doq qiz. Dilak bo'lib sotilgan. Bunun birincisi bu bir kanuni hüccet. Bu hüccet yazgan adam ben şu satkan, algan, hem setilgan adamların hemmisinin fikrini edip şu an ruhsuyla yazdığındaydı. Bu resmi kanuni hüccet bu. Ama biz bu hüccetin tanıştırış arkalı şu Soğdiyana degan bir devletning bo'lganligi, uning beradigan so'g'doqlar o'sha naqshi usulda dam chiqarib butun dunyoga tarab ketib, o'zining davlatini yo'qotib qo'ygan bir millat ekanligiga bir tilga kirdik. Endi biz endi shu Çinançıkan deganini bir tushuntirdik. Bu Çinçkent. Xitoycha bozor degan shu bozor bo'lgan. Endi bu demak bu Turkiston degan mushundan Xitoy Komünist Partiyasi davrida shu Cumhuriyet Cumhuriyeti degan shu davlatda Uyg'urlar uchun intayin xatarli isim. Bu nomni tilga olgan odamning zodi uni jasuslari tayyor tushidi. Ularni bir yerdan bo'lmasa birbirini ko'rsatib chiqib bir kuni uni ya turmush so'raydi yoki uning jazosini beradi. Bu Turkiston degandan shu Xitoy Komünist Partiyasi davrida Cumhuriyet Cumhuriyetida Uyg'urlar uchun intayin xatarli nom. Ben 84-yili shu qadimgi asarlar ishxonasi ishlagan vaqtda shu nomga duch keldim. Shu vaqtda meni shu ishxonada mas'ul bo'lsa degan vaqtda oldingi ishxonaning mudiri menga bir parcha qog'oz berdi. Bu qog'oz nima yozilgan ekan desa, birincisi qadimgi asarlardagi Turkiston degan nomni Şinjanga o'zgartirish. Xitoy degan nomni Jungo yoki Xanzouga o'zgartirish kerak.
şundaq nəşr qilish lazım. Falani deb bir muavin sekreterinin ismi var. Milli. Anlakin onundan keyin shu tashviqot bo'limining boshlig'i uning gapi yomon sesiq. Mushu ishxona milliy bo'lg'inchilarga, yerlik millatchilarga material ta'minlamaslik kerak. Bu eng muhim prinsip deyilgan. Bu endi qo'rqinchli. Mana shunday qo'rqinchli. Buni mushuni anglablar men shu vaqtda keyin chekingan. Men bu ishni qilmaganiga kelgan. Lekin yana ikki ayolning tasdiqi bor. Birisi Badayning tasdiqi. Markazning Mushu Abdun rayonidagi asalliq millatlarning 10 asalliq millatning qadimgi kitoblarini chiqarishda xuddi shu ichkiridagi shu Xarnoma, Tongnoma, Suynoma degan kitoblarni aynan nashr qilgan o'xshash, aynan nashr qilish hozirgi to'g'ri kelmaydigan so'zliklar bo'lsa, uning izoh berib menish lozim degan yo'lga asosan nashr qilamiz degan. Ma'ni anglab, endi bu rahbarlik guruhining boshlig'i bo'lgandan keyin buni sal ko'nglim xotirjam bo'ldi. Lekin uningdan keyin yana bir tasdiq Tümür davetini. Ben yo'ldosh Badayning fikriga tamamen qo'shilman. Shu aynan nashr qilish kerak. Markazning siyosati shundoq degan. Demak, bu bir rahbarlik guruhining boshlig'i, tashkil boshlig'i bular bayotqayda men albatta ularning fikrini qabul qilib, bu ishni qilsam qilar. O'shalarni oldirib berib, yana bir so'ray bu ishni. Badayning şansı var demek şu optimallik parçalarının şu ağırlıktaki binası var. Basam kepkasa konağın şu testikli beznesler olan bunu biliriz. O alanın o gittiğe sen kullanma. Aynen nasıl kılış dedik biz nasıl Şunlardan ko'nglim xotirjam bo'lib kelib, bu xizmat boshlanib ketdi. Shundan keyin o'sha 90-yili Baron voqeasi bo'lganiga qadar bizning 50 nechta kitob chiqdi. Shu Baron voqeasi bo'lgandan keyin bir dokument chiqdi. O'sha Baron voqeasini shu qadimgi asrlar chiqarmasini nashr qilgan, shu Buxoro xalq tashkilotchisi paydo qilgan Buni mas'ullarga qurbonlari deb mening ismim atalgan. Buni shu 3 darajalik kadrlar yig'inida so'zlardan atagan. Bu endi menga qattiq ta'sir qildi. Ammo shu vaqtda Allah karolimizni ishlarini biz mas'ul. Men aytdi. Ishonch bilan ishlayapman. Yani şu mezgillerde ben alıyorum yukarı dert ötkenlerek şu cemiyette sıkla Türkistan, Uyguristan, elbette Lezistan, Muşnam, Nâte kişilerini kolaylıkla Muşaklık başlarına çıktı. Birbirine kaydı olmayıp da bunlar. Muşnulak bir ahval aslında men bu ishlarni tark qilish qaroriga keldim. Shundan keyin o'sha ishlar to'g'riliq tarix betlarida tepiladigan yozuvlarni hammani uzib elib, mushu ishlarni bir tark qilish, buni qanday boshlangan, qanday bo'lgan bunun cemiyette oynanan rolüne ve mushi meselelerini terk kılışa başladı. Yani o vakta bunun dair vaziyetlerini kızıl olmaydı. Gerçi şu vakti neşriyatlarına aitti. Erken
Biz muaş elektrikli kitabın içinde erken borusu çıkarmaydık. Aşında yıladı. Şu yıladı mı? Muşunun dair bazı geplerini kılıştın sen ensirgen. Demişka ben bu təhqiqatını uzunroq qilishim kerak. Yillarga uzun. Ben ba'zi ishlarni qilamanmi degan bir kallı bor edi. Sonra axir bu masala haqida sonra men bu yerda turarmidim. Sonra men Amerikaga kelib qoldim. Amerikaga kelib Erkin Asiya radiosida 15 yil ishlatdim. Shu jarayonda kunni bir obzor bor. Şu Xitoy Komünist Partiyasi to'g'riliq nahayatda bir shular qarshi obzor. Ashuna obzorni e'lon qildim. Bu eng oxirida men pensiyaga chiqqandan keyin to'liq vaqt bo'ldi. Shu jarayonda to'plangan shu 3 nom to'g'risidagi materiallarni yig'ib 2007 yılı kendi Müslüman kavramıyla çıktım 30. Şunda tanıştırımı birincisi Türkistan diyenen bunu kısaca yok gerektir tanıştırdım. Bundan yakın peyda olan namaz miladı 639 yıldaki bir sorgula yazgan hüccette var. Soğudu diyen millet şu vaqtda o'zini shu davlatning fuqarosi deb atagan. Shu vaqtda bor Turkiston degan nom. Endi mushu nomni endi ta hozirgacha davom etishi bu hech qachon ajablanarli emas. Buning tarix asosi bor. Bu nomni bir kim paydo qilgan emas. Yoki Xitoylar qo'ygan nom emas, yoki falon ustani bir ajnabiy tadqiqotchi qo'ygan nom emas. Ular shu nomni ularni shu vaqtda ko'rib tushungan. Shunday deb ataganlar bor. Endi biz bu yerda buni hech kim chet ellik yoki Xitoy yoki Rus tursi qo'ygan nom emas. Bu aslida o'zimiz bor. Üzünüzde bağış geldiğini, şu devletinin bir a'zosi bo'lgan soğdular ispatlagan. Yani bu benim şu Türkistan degan nom to'g'risida berilgan izohatlarim mushunchalik. Yani biz ikkinchi nomga o'tib ketaylik. Buni ikkinchisi nejis nom. Xitoylar yeni chegara deb degan ma'ni bilan atagan Xinjiang degan nejis nom. Bu nom qandoq paydo bo'lgan? Bu nom zoti bormi? Bu qachon paydo bo'lgan? Bu qandoq paydo bo'lgan? Mushuning endi bu yerda kishilarning fikri ko'p. Buni hamma odam deydi. Bilgini deydi. Bazılar undaq deydi, bazılar undaq deydi. Ama hemmisi menimce to'liq emas. Meni o'zim ko'rgan materiallar asosan to'liqroq bo'ldi deb qarab, men shu turdagi ushlarni kirgizdim bunda. Men buni asoslarga tunishtirib beray. Şu Cumhuriyet Cumhuriyeti'nin yani Xitoy hükümetinin tarixçileri bizning vatanimizni Sharq Kurdistonni nomussiz nom bilan ataydi. Yeni chegara degan deb ataydi. Yeni chegara degan yenidan bo'lgan chegara degan gap. Ammo oqsidan bu azaldan deydi. Qarang, ma'lum mantiqsizlikni, ma'lum yolg'onchilikni. Bu yeni chegara tursa, bu qandoq azaldan bo'lsin? Azal degan nimasi? Bular endi buni o'ylab qo'ymaydi. Chunki buning bir qismi deydi, ayrılmaz bir qismi deb qo'shib qo'yishadi. Deydi, unda da qo'shtirib bor. Demak,
biz mushunda desek, Allah bizga qarshi turolmaydi deb ishonadi bunga. Shunga endi aşılar deb ataydigan bizning ichimizmi aşılarning yo'lini tutgan odamlar bor. Shunga ular shunday deydi. Endi sal tafsilroq aytadigan bo'lsak, mush Xitoy hukumatining tarixchilari mushu nomussizlarni Gelentağ abidesi degan bir taş abide bor, shundan boshlangan deydi. Endi bu abide nerede abide, bu qanday abide? Bu Mongol körenin Sun degan yerida bir Sundar daryosi deb bir daryo bor. Mushu daryoning bo'yida tik qiyoning keyingi joylashgan tog'ni Gelentağ deb ataydigan. Bu Mongollarning, Uyraklarning tili. Gelen degan bu Mongol stili bilan Uyg'ur stili o'xshash, ma'nosi o'xshash. Tog'ning oxiridagi, bo'yidagi shu aslida bir joyni shu Gelentağ deb ataydigan. Bu yerda bir abide var, taş abide var. Bu abidini Manchu imperiyasi, yani 1644 yildan 1911 yilgacha mavjud bo'lib turgan Manchu imperiyasi. Sunjusan tarbiyadan oldirib tashlangan qadar mavjud bo'lib turgan Manchu imperiyasi davrida tiklangan abide. Bu abidening tiklangan asr aniq vaqti 1761 yil. Mushu Gelentağ'da Cungarlar bir qo'rg'on qurgan. Cungarlarning qo'rg'oni shahri. Cungarlar deganimiz Mongollarning bir qabilasi. Bu Chingizxon davrida bizning zaminimizga kelgan, bizning zaminimizda Oltoy ili mush atrofda yashagan bir millat Cungarlar. Shunga shimol tarafni Cungariya o'ymonligi deb atab qo'ydi. Buni endi Sovet Ittifoqining Xitoyning tarixchilari shunday atagan. Endi ili vodisi deymiz biz. Endi mushu Cungarlar mushu Mongollardan Chingizxon bilan mushu bizning zaminimizga kelib, Qaraqoniylarni hujum qilgan Qaraqoniylarni yo'qotish jangdan keyin Chingizxon bilan birlikka kelgan Mongollarning hammasi tili Uyg'urcha, kiyim-kechak Uyg'urcha, ham urf-odat Uyg'urcha, ular Uyg'urlashib qoldi. Uyg'urga aylanib ketdi. Chag'atay xalqi deganmi, ismi Chag'atay bo'lgan bilan tili hammasi Uyg'urcha. Ham shu davrda islomga kirmay qolib qolganlar shu Cungarlar. Ular o'zlarini qolmoqlar deydi. Qolib qolganlar deydi. Ularning bir qismi Mongoliyada bor. Cungarlar shular. Endi bu Cungarlar şehirde bir qo'rg'on qurib turgan ekan, buni Manjular shu il vodisiga hujum qilgan vaqtda 1761 yilda shu Cungarlarning shu qo'rg'onini olgan ekan. Shundan keyin bu qo'rg'onda turayotgan Cungarlarning podshosi Davochi qechib kelib tushirgan. Bu shunday bir voqea bor. Yani mushu abidede mushu voqealar so'zlanadi. Bu abidede 4 xil xat bor. Xitoycha, Tibetcha, Mongolcha, Manjurcha. Endi Xitoy tarixchilarining aytishicha, mushu abidede
abideden başlangan şu halkı numussuz nam şundan başlangan deydi. Ben şu abideki şu Xitaycha tekstlerini xat tadqiq qildim. Qolgan tekstlerini shuni tadqiq qilganlarning yozgan maqolalarini o'qidim. Hech qaysida Berbeshli nam, Şinjan degan nam yo'q. Faqat yo'q. Meshadan boshlangan deydi. Ammo uni yo'q. Yani bu Muşu abidi bacayını muşu hazırki Cumhuriyet Cumhuriyeti muşu Xitay'da bir vatanperverlik ta'lim terbiye o'rni qurib chiqdi. Shu yerga ishchilardan Xitoylarni eklab, o'shada mash'aldan boshlangan bizning zaminimiz mash'aldan boshlanganda shular yurtdi o'sha. Yani Britaniya o'tkazib bergan uni Britaniya boshqardi. Aşı devlet bağlı. Şu abide, şu hazır, şu Britaniyaga qaraydi. Yerde Xitoy Azadlik armiyasining bir chegara mudofaa punktimiz bor. Demak, shu abide Xitoy Xalq Cumhuriyeti bilan Qozog'istonning chegarasi deb ataladi. Chegara belgisi shu abide. Yani bu abidini şunlasqa bulanağıda çoğun bilir, bu şu abide vatanının ezelden bir kısmı işlerinin paketi deydi. Elik atalgı, necis atalgı aşınımda bağ deydi. Emniyette o 4 yıl tekisinin hiç kaysı da bunda atalgı yok. Bu da ezel etmeydi. Bağ deydi. Aşında yazgan. Demek bu tekste karşıda neydi dese, şu Manju Hallığı tarafından yazılgan tekstlerdi. Bu ne? Bunun Manjuçısını Çerlong Han, Çerlong Padişah özü yazgan dep ataydı. Hem de bunu kutlamaydı. Bunun poçerkisi şu mu emas mı? Bunu bir kim aniqlab isbotlagan yok. Bu tekstning neydi dese, Kudretlik armiyeniz ili deryasından ötüp şu armiyenizin 3 batırı bir ulug' iqlim bo'yidagi tik qiyadın yağmış çıkıp deydi. Aşk qiyadın yağmış çıkalanda bir adam. Şu tik qiyadın yağmış çıkıp onun üstündeki dava ağacı korkunuga hücum kılganda dava ağacı kaçkan. Şu Uyratlarının, şu Cungarlarının padişahı davacı şu korgandan kesitken, kaçkan. Onu üçtürballık hocası tutup, bağlap Manjularga akep bergan. Bir yerde hocası degan kim o? Bunu ben Amerika'da kelgan vaqtda o St. Louis'dagi bir Washington Üniversitesi'nin Destek menden şu ismini sorgan. Hocası deganini bilense. Ben de pegendim şu Manjularga şu Cungarlarning padişahını tutup bergan Uyg'ur şu deb bergan. Şayet cevap bergan isimde. Bu şu 90-yillik iş. Yani şu bir yerde şu hocası degan kim? Bu narsalarni biz endi azroq mushaqqat bir izoh berib o'taylik. Endi davochi to'g'riliq izoh berdik. O Cungarlarning xoni. Eng oxirgi xoni. O İli vodisidagi Mo'ng'ullarning yetakchisi Svan Albotan degan odamning nevrisi. Oltay Cho'shak yayloqlaridagi Omurusuna qo'llagan bir padişah. Şu Cungarlarning eng oxirgi padişahı şu davochi. Bu davochi
o'sha Jo'ng'ar xalqining xoni bo'lib, bu xalqni yashaydiganlar hammasi texnik musulmon bo'lmagan Mo'ng'ullar, qalmoqlar. Ama şu qo'rg'onni şu Manjuriya imperiyasi bir hujum qilib, mush qo'rg'onni ta'qib etgan. Elqibek degan gaplar hamsi mubolag'a. Bir 3 soatdir tik qiyodan chiqib bir qo'rg'onni oldi desa, ancha chemishganlardan bu mubolag'a qilingan hisob yolg'on o'zaklar. Endi bu Jo'ng'arlar şu qo'rg'onni qurib, Jo'ng'ar xalqini davomlashtirayotgan vaqtda Tibetning 5-avlod Dalai-lamasi Jo'ng'arlardan Tibetga Lama dinini o'rgangili kelgan G'oldan degan bir o'quvchiga fatvo chiqardi. Uni Jo'ng'ariya xoni deb fatvo chiqardi. Shundan keyin bu G'oldan Jo'ng'ariyaga xon bo'ldi. Yani bularning maqsadi bu shu kelib qolgan Mo'ng'ullar hammasi Uyg'urlashib ketmasin, islomlashib ketmasin ve shuning oldini olish uchun harakat qilgan bir podshoh. Yani bu yerda bu Chingizxon bilan Uyg'urlar o'rtasidagi munosabatni yeyishadigan, munosabatning qandoqligini yeyishadigan azroq bir bayon bor. Bu yerda Chingizxon qonuni deb bir qonun bor. Bu 1206-yilda tuzilgan 60 moddalik qonun. Mushu qonunning buni shu jasoq deydi. Yasoq degan shu. Chingizxon qonuni degan shu. Mushu Chingizxon qonunida Mo'ng'ullar bolachig'idan tortib Uyg'ur tilini o'rganadi. Uyg'ur urf-odati bo'yicha Uyg'ur urf-odatini qo'llanadi deb belgilangan. Demak, Chingizxon shu vaqtda shunday qonun tuzgan. Mush qonun tuzgan vaqtda Turpandagi Itiqut xalqining xoni Borchiq Ortikin shu Chingizxon boyaga Kurulun yaylig'iga berib, Chingizxon bilan ko'rishib, shu qonunni shu jakalgan vaqtda shu Borchiq Ortikin bor. Demak, bu ikkisi bir birlashma armiya qurib, Mo'ng'ul Uyg'ur birlashma armiyasi qurib, o nimiga Qarixonlar hujum qilgan Qarixonlarni yo'qotish qarorini oldi. Bu Qarixonlar kim? Bu Qarixon deganimiz aslida Mo'ng'ullarning bir qabilasi. Qiton degan qabila. Bu qabila Mo'ng'ullardan shu kechib yurib Xitoy taraf o'tib ketib, eng burun Xitoylashgan Mo'ng'ullar. Qitonlar. Bular atrofdagi uni besirilib, buyani besirilib, oxir kamayib, eng oxirida ular Naymanlar bilan birlashdi. Nayman degan keyingi qozoqlarning bir qabilasi. U Nayman degan aslida yana Mo'ng'ul qabilalarining birisi. Bu shu hozirgi Inil atrofida turgan bir qabila bo'lib, bu Qarixonlar shu yerdan shu nimiga Inil atrofiga kelib, shu qabila bilan birlashib, yerda turib, undan keyin nimiga Qarixonlardan yo'l so'raydi. Ana shu erek qarıştırmak için sizin devletinizin ütüdüğün yol versenler. Ular tefe bunu cevap vergen halda Turpan'ın Itiqut xoni Borchiq Ortikin Qarasablarına ait tertiplik bu Turpan şu vaqtda burada değil. İslam dininin kişisine anca xalap ketmeydi. Şunlaşqa bularga
öz devletinden yol verdi. Şunun bilen bu Turpan İdikut Xanlığının təvəsidəki caylardan ötüb Qarxanlar təvəsiga kirilib, bular nəhayət ustalık bilen at qurban deydi. Atını qurbanlık qilib, nurgun mal öldürüp, atını qurbanlık qilib, dua qilib, şu Qarxanlarning qoidasi bo'yicha qilgandan Qarxanlar bu yaxshi millatga bo'ldi deb qabul qildi. Shuning bilan ular öz zimmiga kelgandan keyin hamma shaharga qarab, bularni tarixda şu Mongollardek Batur, Xitoydek Yiliger bir millet deb ataydi Qarxanlar. Bu endi bu Qarxanlar ziminida turib, bu bir necha yil ichida Qarxanlarning bütün huquqini aşılar çaldırılıyor. Şu vaqtda andikin Turpanning İdikut Xanlığının xanı barış qartikin avmu bizning qarindishimiz. Bizning o qarindishimizni o Qarxaylar bozib ketdi. Bunu qanday qilamiz deb shu masalani hal qilib, Kurulun yayrıqqa Çingizxan bilan maslahat qilib bordi. Çingizxan şu vaqtda bu Qarxaylarga yomon o'ch. Ular Çingizxanning onasini o'ldirib qochib ketgan bo'lganlar. Shuning bilan Çingizxan urush e'lon qilayli, ishimiz bir askar qurayli deb bir armiya qurib, andikin shaharni otlanib, Turpandan bir qismi mansa, Kurulun yayrıqdan Mongollarni Qarxanlar zeminiga kirib olgan Qarxaylarni birer ikki kishini butunlay yo'qotdi. Birini qo'ymay, u taslim qilib, taslim bo'lganiga unamaylar. Yo'qotdilar. Şu Qarxaylar Qashqar yerining hammasiga borgan. O'sha Chingizxon bilan barış qartikin ikkisi borgan. Ular nega borgan desa, shu Rumgacha borgan. Şehirci verip, Qarxay nega qasqan bo'lsa verip, şu devletni bo'ysundirib, şuna Mongollar bütün dünyani bo'ysundurgan deganga shu. Shu Milletçilik Bizantiyalargacha shu Rum imperiyasini şu vaqtda o'ziga ta'sir qilgan mushunda bir cho'ng kuch endi. Şu zamanda Çingizxon bilan barış qartikin qilgan urush, Qarxaylarni yo'qotgan urushda Çingizxon qo'mondan, barış qartikin yondosh qo'mondan. Bu armiyaning bütün parollari, buyruqlar hammasi Uyg'urcha yozilgan. Tentek bir yog'ochga yezib, shuni ko'tarib oltirgan qog'oz bo'lgan ekan. Şunda zamanken qog'ozni bor shu vaqtda, ammo qog'oz chekmaydigan. Tenteklar. Şu vaqtki tenteklarni tepildi. Mingiriyani tepilgan tenteklar bor. Endi yetishib kelsak, o'sha Chingizxon bilan barış qartikin qurgan armiya Qarxaylar nima? Qarxonlar hujum qilgan. Qarxonlarning huquqini çangılık ele olgan şu Qarxaylar, yani Mongollarning asl qabilalarini shular yo'qotgan. Shularni yo'qotgandan keyin shu kelib qolgan Jo'ng'arlar shu qalmoqlar. Ular endi butunlay biz Uyg'urlarga osmonasiya bo'lib ketmay, Mongol millatimizni saqlab qolaylik deb shu ilovasida qo'rg'on qurib turgan Jo'ng'arlar. Ular Uyg'urlar bilan munosabatlarimiz yaxshi. Demak, shu vaqtda Mongoldan hujum qilgan vaqtda Qashqar yeri 3 turpan. Uyg'urlarni panoh tortib qaçqan. Yer qaçqanda qarshi 3 turpanning hokimligi Siyid Xo'ja Si degan shu. Siyid Xo'ja uni tutib bog'lab Mongol Manjurlarga aketlarga. Ammo shunday bir tarix bor. Biz yerda Çingizxon qonunini bir qator eslatib o'tdik. Da'vochini kimligini bir xil eslatib o'tdik. Bu endi tarixda bizlar azroq
tarixin ve jarayonlarini eslashda kerak bo'lgan materiallar. Bu hammasi ishonchli materiallar. Endi Xo'jasi degan odam shu Xo'jasi ekanligini buni aniqlab chiqdik. Buning hujjat asoslari bor. Endi bizdan ashundoq Manjular kelishdan burunlar Manjuga qoyillik qiladigan, Manjuga ishbirlik qiladigan Uyg'urlar chiqqan shu vaqtda. Shu turfanning hokimligi, uch turfanning Xo'jasi shu. O'sha odamlarni bo'lgan. Endi bizda bu ikki odamning da'vochini o'tib akapirdi, Manjurlar uni beziga akitdi. Xonning oldiga mana da'vochini biz yo'qotdik. Uni tutib bergan shu Seyit Xo'jani bog'lab beziga olib kiribdi. Beziga olib borgandan keyin Manjurlarning xoni bu ikkisini qanday bitirib qolganligini biz ko'rib qoldik. Shu borgandan keyin shu naq maydonda da'vochini Uyratlarning, jangurlarning, jo'ng'arlarning nemisini, podshosini uni kechirim qildi, qo'yib berdi. Ammo Xo'jasiyni so'rab ochiqlik kalasini kesib o'ldirdi. Bu ajab yaxshilikka. Mana bu endi buning ikkisining oqibati qanday bo'lganligiga doirmi material bor. Buni bu yerda aytib shu xayr qilganning xayr qilganlar o'zining jazosini o'zlari tortib ekan. O'zi xushomad qilgan dushman jazolar ekan buni. Ani satqan menimi satıdı deydi-de hamdi. Hozir endi bizning boyliqlarimizni bulab elib hamma oldiganni epilib, endi hozir Uyg'urlarning shu ichki a'zolarini tirik to'g'isib suyulib shuni setyapmiz-da. Men mandaq zamonga duch keldik biz hozir. Buni endi hamma odam tushunadi. Shunga bir eslab o'tdik. Uyg'urlar Xitoyning munosabati shunday munosabat. Endi yig'ib aytganda Xitoylar o'zi da'vatgan bizning vatanimizning ismini Yangi chegara deb atayotgan bu ism Xinjiang degan nom hech qanday tarix asosi yo'q. Yoki bu abidida yo'q. Badayda yo'q abidida. Yoki Manju xonligining shu arxivlarida yo'q. Buni ba'zi tarixchilar deydi, shu nima Zozuntan podshohga bir maktub yozgan. Men shu zaminni oldim. Yaqub Begni oldirib tashlab, shu zaminni qaytadan oldim. Bu Yangi chegara deb atadim. Shu nomni atadim deb shunday bir hujjatni, shunday nimni, reportni ashunga Manju sulolasiga yo'llagan deb ataydi. Ammo shu yozmaning qani u yozma. Bu bir yerda bordi. U xonga yo'llagan narsa xon o'rdisida arxivda saqlanadi. Arxivda hech qanday narsa yo'q. Xon o'rdisida uning o'to'g'riliq nima deyilganligi to'g'riliqmi yo'q. Xinjiang degan nom to'g'riliq hech nima yo'q. Demak, yig'ib aytganda bu Xinjiang degan shu nomsiz ishlasnam yo'q gap. Yolg'ondan to'qilgan. O'ydirib chiqilgan. Shu bulutmi? Shu Junxomingo Junxoqlik Jumhuriyati bulutmi? Junxoqlik Jumhuriyatining tarixchilari yolg'ondan to'qib chiqqan bir atal. Bu yolg'on. Asosi yo'q. Endi bu ikkinchi atalg'uni biz amaliychilik tunishtirib qo'ydik.
Endi üçüncü atalgı Uyg'uriston. Endi Uyg'uriston degan davlatimiz bordi deb ba'zi ziyolilarimiz uni o'tirib qo'ydi. Yani bununda endi bunday narsa bor. Bu Qashqardan ko'p topiladigan bir xil mis yormoq bor, dachan bor. U dachanning bir yuzida 12 yıldızlık bayrak var. 12 yıldızlık bayrak bilan, yani şu kulantaqlık, şu Nejadagi Xilazan degan şu kulantaqlık Majnunning armiya bayragi. 12 yıldızlık bayrak. Şu Majnunning şu 12 yıldızlık bayrağı bilan bayrağı şu Gomindanın 36. diviziyası degan şu Majnunning armiyasi şu. Şunun bayrağı şu. Şu bayrak bilan ay yıldızlık bayrak birga tiklab qo'yilgan. Şu Misrning bir tarafida. Onun diyeni onda xat var. Bu şu bir yüzde şundoq şu iki bayrak tiklab qo'yilgan nima bor? Bir belgi var. Bu Misrning yeni bir yüzde Uyg'uriston Cumhuriyeti Millati İslamiye. Uyg'uriston Cumhuriyeti bu İslam milleti deyilgan xat var. Zarbi kofirlar Qashqarda so'qildi degan xat var. Onun yili 1352 yili. Yani şu 33-32 degan yillar şu. Uningda 10 dachan berilgan xat var. Demek bu şu Misr'da aslında xat var. Bu kam ko'p tepildi Qashqarda. Bunun qarasa Uyg'uriston Cumhuriyeti degan bir cumhuriyet şu vaqtda qurilgandek. Rost qurilganmi? Bizlar bu yerda faktlarga qarab qaraylik. Endi Uyg'urlarda şu Manju istilasini aldırış için başlanılan tuncu qo'zg'olon 1931 yili Qumulda boshlangan. Temur xalqi undan keyin Xo'ja Nizoji başlagan qo'zg'olon. Mushu qo'zg'olon bu yerda boshlangan vaqtda Xotendimi Mehmet İlmin Buğra yetakchiligida Manju istilasini aldırış için qo'zg'olon ko'tarilgan. Jenshurun hokimiyatiga qarshi qo'zg'olon ko'tarilgan. Mushu qo'zg'olon jarayonida mushu Mehmet İlmin Buğra Xotenda İslam Cumhuriyeti qurgan. Shuna bir cumhuriyet qurilgan. 6. ayda bir necha aydan keyin sabit ta'minlan Xotendagi har qaysi nahiyalardagi qo'zg'olonchilarni bir yerga Qashqarga qarab yurish qildi. Qashqarga mangdi. Sabit ta'minlan Qashqarga yaqinlashgan vaqtda, Yenisoy kelgan vaqtda Qumul qo'zg'olonining yetakchisi Xo'ja Nizoji bu nimni Majnunni Gomindan Vatan İnqilobi armiyasining 36. diviziyasini yordamga chaqirdi. Xo'ja Nizojini chaqirdi. Shuning bilan bu Majnun kelib Xo'ja Nizoji bilan birlikda janub qaratmoqda. En oldi bilan Qashqarga kirgan Majnun qo'shinlari, Majansanning qo'shinlari bu Qashqarga kirdi. Bu Majansan Qashqarga kirgandan keyin Quchoq qo'zg'olonchilarining yetakchisi Temur Ali, Qirg'iz qo'zg'olonchilarining yetakchisi Osman Ali bu ikkisi bilan ittifoq tuzib harakat etib bordi.
Demek şu vaqtda Tümür Əliyev, Tümür Sizcan degan shu Kuşaq qo'zg'olonchilarining rahbari. U Qashqarga eng burun kirgan qo'zg'olonchilar. Buning turg'ayini qo'g'on. Demek bu Majnun'un koşulları ayak bağlı koşulu şu Tümür Eli ve Osman Eli diyen koşulansılardan iştibak tüzüp halbuki Kaşgar'ın mötəbərlərini zirep bir nəsət et vardı. Bir yeni hükümet kaydı, bu asker tutulsak olmaydı, bir hükümet kaydı eder. Məsələt qılan iken bu hükümetin namını Uyg'uriston deb atashni ma'qul ko'rdi. Shuning bilan shu hükümet rasmiy qurilib, bu jakarinib, e'lon qilinib, bo'g'chilik bo'lgan arliqda allaqachon xalq ichida pul taqtilimiz barcha pullar taqtili. Demek bir devlet bo'lgan ekan aldılar bu pul taqatmız bo'lmaydi. Majnun pul ishlatilmaydi. Shuning bilan shu darchalar shu vaqtda suqilgan darcha. Endi shu uzun o'tmaylar bu Majnunning qo'shillari, Majariston deganlar Qashqarning yetib kelgan sobiq domlalar bilan ittifoq tuzdi. İttifoq tuzib Tümür Əliyev qarshi harakat qo'zg'adi. Ma'lum Tungan qo'shinlari ana shunday o'tirga birga soldi. Ularning qurollarini shunday yaxshi. Demak, sobiq domlalar bilan ular birlashib Tümür Əliyev qarshi hujum qo'zg'ab, shu bir hujumda Tümür Əliyev o'lib ketdi. Shundan keyin Sabtanlar qo'shini Qashqarga kelib, Qashqarda qoidadan suhbat o'tkazib, Sharq Turkiston Jumhuriyati qurishni qaror qildi va shu 33-yil 11-oyning 12-kuni Sabtanlar o'zi Tuman daryosi bo'yida 7000 kishilik bir cho'ng murosim o'tkazib, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurganligini jakarlaydi. Bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti Afg'oniston, Hindiston, Iron qatorliq davlatlar bilan munosabat o'rnatib, ular diplomat yaratdi. Qashqarda to'xtamali to'qaz qoldi. Endi tok chekib qo'ydim. Endi tok tugab ketmaydi, davomlashtirib beradi. Shuning bilan bu Tümür Sizcanni, Kuşaq qo'zg'olonchilarining boshlig'i Tümür yerda bir suiqasd bilan o'ldirilgandan keyin rasmiy Islom Cumhuriyeti kuruldu. İslam Cumhuriyeti kuruldu. O'sha Sabtanlar Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurulganligini e'lon qildi. 11-12-kuni 1934-yili ashundan qurilib Islom Cumhuriyeti qurilib Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilib 1 yil o'tgandan keyin bu Majnunning qo'shinlari Majariston, Mafiyan qatorliqlar 1934-yil 2-oyda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetiga hujum qildi.
Sonra uzun o'tmay bu davlat tehlikran bo'lib tarqalib ketadi. Shu vaqtda Xo'ja Nizomiy Oqsuda Qashqarga yetib kelgan vaqt. Shu Xo'ja Nizomiy Qashqarga kelib bo'lchilik u Sharq Turkiston Cumhuriyeti asosan vayron bo'ldi. Endi Majmuaning o'zi 200 adrimni boshlab Arkestonga berib, Sovet ittifoqining kommunizm kursiga qatnashdi. Shu kursga qatnashgan xabarda undan keyin Majmuaning xabari yo'q. G'oyib bo'ldi. Endi bu shu zamonlar o'tib keyin Jangaychi Sharq Turkiston hujum qilib, yana inqilob bo'lib, ikkinchi Turkiston Cumhuriyeti qurilib, bir narsa o'tgandan keyin bu oraliqda birlashma hukumat qurildi. Ko'mindan bilan shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti birlashma hukumat qurildi. Shu hukumat en oxirgi nesi kelib bo'lchilik Ko'mindan qochdi. Jangaychi Cho'nqurg'uni tashlab qochdi, mag'lub bo'lib. Shu vaqtda o'ziga eng cho'ng xizmat qilgan Isoni o'ziga aketmaydi. Abu nimani aketdi? Yo'l boshqalarni aketdi. Ammo Isoni aketmaydi. Iso yerga qolgandan keyin shuning bilan Kommunist partiyaning qo'rqib ketib, Kashmirga kelib, undan keyin Turkiyaga kelib, Turkiyada o'zini Turk deb ataydi, e'lon qildi. O'zi herkes Uyg'ur demaydi u. Shundan tortib. Yani bu anda bu jarayonlarda bizning ishimizda bo'lib o'tgan ishlar ham tarixda bir surishtiruvchilik bor ishlar. Endi shundan keyin Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilibla 49-yili qurildi. 51-yili shu ilida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining muavin raisi Qayumda Xo'jaga Markaziy Komitetdan bir xat keldi. Yani biz hozir sizlarga avtonomiyani qanday avtonomiya qurib turibmiz bu yerda siz bir zararlarni yig'ib pishirib bizga avating deb bir hujjat avatdi. Shuning bilan 51-yili 3-oyning 13-kuni shunday bir yig'in ochildi. Demak bu 51-yil yig'ini degan tushuncha. 51 mashhur ziyoli yig'ilib suhbat o'tkazdi. Shunda ular nima deydi? Biz avtonomiya respublikasi bo'lish qarorini oldi, fikrni yo'llaydi. U fikr Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy Komitetining G'arbiy Shimol byurosiga yetib bordi. Shu vaqtda G'arbiy Shimol byurosining boshlig'i Xi Jinpingning dadasi Xi Jinping. Shu Qayumda Xo'jalar yo'llagan shu avtonomiya respublikasi qurish planini, shu 51-yilning qarorini olgandan keyin uningdan javob kelmay, Wangzindan javob keldi. Yani men olgan hech kimning haddi yo'q bunday qilishga deb u Wangzin qabul qilmaydi. Shuning bilan bu avtonomiyaga, bu respublikaga yo'q, to'liq avtonomiya degan narsalar hammasi yo'qoladi. Allah nima bo'ldi bu top yana azlab ketdi deydi o. Qarab bir yeri ulanmaga o'xshaydi.
Aslidagi men to'xtiqdan yer qarab beqam. Bevosita aliy bo'lmay tursan. Endi bevosita bo'landi. Qanday kelgan? Qaraqoladi. Endi bu asosan tugab qoldi. Demak, biz yig'ib essak, eng oxirida shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti yig'ib qo'ygan. Shuning muavin prezidenti Qayyumlar Xo'ja 51 ziyolini to'plab maslahat avtonomiya respublikasi qurish degan maslahat 51 yig'in degan shu yig'indan qarori yo'llangan vaqtda Xi Jinpingning dadisi tarafidan inkor qilindi deyildi. Shuning bilan bu yo'q. Shundan keyin mavzudan Sayfiddinni uyga taklif qilib qo'yib, shuning bilan do'st bo'lib qo'yib, oxir mush avtonomiyani qurdi. Mana shu bugungi lager shu avtonomiya. Mavzu va Sayfiddin qurgan Uyg'ur avtonomiyani shu hozirgi jazolarga shu. Bunun neticesi şu. Endi biz yuqorida biz Türkiston şehirlerinde isim, Şinjan'ga isim, hem Uyg'uriston degan ismlarning paydo bo'lishi va eng oxirgisini aytdik. Demak, Türkiston degan milodi 639-yilda mavjud ism. Keyingi Şermendi isminin hech qanday tarixiy yozma asosi yo'q. Ya arx asosi yo'q. Bu endi Xitoy Kommunist partiyasining tarixini ovozda devam etgan. Bu bir yolg'on. Cho'ng yolg'on. Endi Uyg'uriston degan maslahat bo'lgan, Uyg'uriston qurish to'g'riliq. Ammo bu shunday bir davlat qurilmagan. Endi shu 3 nomni biz 3 nom haqidagi yozilgan shu maqolaning mazmunlari shunchalik, biz ham shunchalik ma'noni shunchalik tunishtirolmayman. Mening deyotganim shu. Ammo shundan tafsiliy narsalar bor. Bu hammasining asosi bor. Buni o'qib qo'llanishni xohlaydiganlar bo'lsa, uni qarshilayman. Ammo bunga endi Kuşulmayla deydiganlar bo'lsa, o'zingiz qaytadan yezinglar. Bunga fikr qabul qilinmaydi. Endi mening bugun deydiganim shunchalik. Bu eng oxirida bir savol qolib qoldi. Mahmud Qashqarining Turk tillar divanida Yusuf Pasadevning Qo'rqo'bilik asrida Turkiston degan nom ko'rilganmi deydi. Bu nayt aniq. Mahmud Qashqari mush davlatning nomini Turkiston deb ataydi. Yusuf Pasadevmi Turkiston deb ataydi. Mahmud Qashqari hatta bu o'zining millatining nima ekanligini bevos aytmay, men shu Turkistondagi eng nezvozlikda, fan ilmda ham yetilgan bir millatning a'zosi deb shu sırf Uyg'urlar alohida gaplantirib, Uyg'ur degan ismni alohida ayrim edib yozdi. Demak, bu Mahmud Qashqarining Turk tillar divoni bilan Yusuf Pasadevning Qo'rqo'bilikda Turkiston deb ataydi. Bizim bu nom shuningdan bor. U boshqa nomni qo'llamaydi. Ana ular intayin taqvodor musulmon.
ular Qur'onni shundoq yaxshi bildi. Zir-zarargichilik. Uni shundoq tushundirdi. Ammo o'zining vatanini Türkiston deb ataydi. Eğer bir bularda şundak yukarı bir milli gurur var. Bir yerde yani bir şuna da öteyen bunu. Bu Mahmud Kasri Türkiye Tilla Divanı'nı Divanlığa Türk diyenle şu Irak yazılan. Irak'ın şimalında. Şehirdeki Türkmenlerin yurtuda. Şu Türkmenler şu Mahmud Kasri'nin bizim tukallarını diyen tukallaşıyor. Şehirde şu eserin tütküsü şu Araplarının halkısıga 27. halkısıga Ubul Qasım Muhtadi deganga şu Türk Tilla Divanı'nı taqdim qilgan. Şu taqdim qilganda onun kirishsizligi nihoyat aniq. Bu şu hozirgi davr Araplarning Türklarga yaxshi qilib, ularga yelinib, yaxshi o'tishdan boshqa yo'l qolmadi. Shuning uchun Araplarning turk tilini o'rganish uchun bu kitobni yozdim degan izohati bor. Shu izohatni yozib, Arab xalqiga shuni sovg'a qilgan. Demak, bundan shunday bilgili bo'ldiki, Mahmud Kasri, Yusuf Qasaziblar shundoq milliy g'urur bor. Ana shuni qisib qo'ydim. Burunni deyilgan bu gap. Shu mening bugun gapiradiganim shunchalik. Rahmat. Demak, Türkiston degan nom aslida bor. Anandaki nelik şermendi nam Xitoy tarafidan o'ydirib chiqarilgan bir saxta o'ydirma desak bo'ladi. Yazmasasi yo'q. Ular tarixni o'zlari yozib, o'zlari yoritdi endi. Hech kim ular uchun tarix yozib bermaydi. Ular o'zlari o'ydirdi, o'zlari chiqirdi. Andiki biz agishimiz uningga yetmay ma chet eldagilardan javobni chelib tang nay qilamiz. Demokratiyalashtirimiz shu Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'ni deb o'ltiramiz. Bugünkidek vaqtda qarindoshlarım o'zimizningki davlat nomimiz to'g'riliq talashadigan vaqt emas. Uni yozma asosimi yo'q, tarixi hech nima yozilib boqmagan bir narsani siz yozgan emas. Shu tarixi isbotlab chiqilgan, uni yaxshi ko'rib yiqing, bununla iyi izlemey, yaxshi o'zimizning tarixini o'zimiz o'rganib boqaylik qarindoshlarım. Men sizlarga mushu ilmiy maqolani tavsiya qilaman. Uning oldida chiqarib qo'ydim. Shunchalik yaxshi savodga ega bo'lasiz deb o'ylayman. Undaqda Qurbonvali ustoz sizning to'liqlaydigan boshqa so'zingiz bo'lmasa, xo'shdamdi qamsa ko'rurmanlarga. Endi Muşu programını kürüvatkan varlık Şərq Türkistanlıq qarindoshlarga rahmat. Sizlardan endi nima bo'lsin xo'shlashmasak bo'lmaydi. Kechkichilik so'zish o'tolmaydi. Yana bir fursat bor. Shuning uchun hammalarni Alloh topshirdi. Rahmat. Anandikin Bəzən bilginlər var, suallarını ayrımxanamda bu şunda qo'yib qo'ysanglar, men yig'ib ivat bermək Qurbonvali ustozga tayyorlik qilib javob berdim. Meni shu tarixda isbotlangan narsalarga asli qo'shmasangiz bo'ladi deb o'ylayman. Endi to'satdan bir yerdan yozimlarni chiqarib mundaqga deb qalayimqan bir narsalarni chiqarib ivatmasligingizni umid qilaman qarindoshlarim. Yanada yo'q. Yanılı yo'q narsa deb o'ylayman men. Rahmat qarindoshlarım. Meni ustoz desin